tashlaydi. Takror aytaman, dinni haqiqatsiz bo'lgan so'zlar dinni yo'qotishlikning birinchi yo'lidir, bilib qo'yinglar. Albatta, bir yerda bir kishi umumiy aytamiz savolni. Bir gunoh narsani biroz so'rasa, siz yo'llab qo'ysa, shu gunohga sababkor bo'ladigan bo'lsangiz, uni yo'llamang hech qachon. Mabodo biror odamni urmoqchi, zulman urmoqchi bo'lib istab ketayotgan bo'lsa, shu odam o'tdimi shu odam desa, mendan so'ramang bu narsani deb ketavering. Aytmang, Qur'oni Karim va ta'awanu 'alal birri wat taqva va la ta'awanu 'alal ismi val 'udwan. Yaxshi ishlarga yordam beringlar, gunoh ishga yordam bermanglar. Badrda qilgan duolari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Badrda o'zlarining Arish kapalariga kirdilar, tog'ning ustiga emas, kapalariga kirdilar. Kapalariga kirib, mana hozirgi vaqtda Badrda Masjidul Arish degan masjid bor. Shu Arish kapalari qurilgan joyga shu masjid qurilgan. Shu yerda duo qildilar, Allohumma intahlik hadhihi al-isaba lan ta'bada. Agar shu jamoa halok bo'lib ketsa, sen ma'bud bo'lmay qolasan dedilar. Ya'ni yer yuzida senga ibodat haqiqiy shirk keltirmasdan ibodat qilayotganlar shu jamoat turibdi. Bular halok bo'lib ketsa, sen hargiz ma'bud bo'lmay qolasan. Senga shirk bilan bo'lgan amal qilayotganlar, bular ibodat ma'nosini bildiradi. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu bas Allohga xo'p yolbordik, inshaalloh Alloh va'dasida sodiq, sizga g'alabani beradi dedilar. Badrda birodarlar tog'ning ustida emas, Uhudda bo'lgan tog'ning ustida. Badr keng joy. Lekin id antum bil udwati dunya va hum bil udwati al-qusra, bir baland yaqin tarafi bo'lgan. Badrga borgan kishilar biladi, mana hajga borsa, ya'ni umraga borgan kishilar bemalol bo'lsa, Badrni ko'rgan kishilar bo'lsa bilishadilar. Lekin bu tog' ustida degan savol Uhudda tog' bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyurgan ishni qilgan amalni deyilibdi, ya'ni qilgan amal Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyurgan ish bo'lsa, shuni otasi qaytarsa, sen qilmaysan desa, Payg'ambarimiz buyurgan ish bo'lsa, otasining gapiga kirmaydi, Payg'ambarimizning gaplarini qilaveradi. Yo'q, bu yangi uyga ko'chganda Ali radhiyallohu anhu ga shanba kuni ko'ching deb aytganmilar degan savolni so'rabdilar. Yo'q, u kishi Ali radhiyallohu anhu yangi uy solib mana bu bilan Allohning buyrug'iga ergashlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu yerda Arafotda shom bilan peshin bilan asrni jamlab o'qiganlar, jam'i taqdim qilib, Muzdalifada shom bilan xutobni jam'i ta'xir qilib o'quvdilar deb ergashishlik ma'nosidir. Din ergashlikdir. Agar kimda kim shomni yo'lda o'qisa, osiy bo'ladi.
iftor namozini o'qigandan keyin shu yerda nafl namoz o'qishlikdan ko'ra mabit bu yerda sunnat lozimdir deb shu yerda uxlashlik afzal amaldir. Mana bu narsalar hajda amallarini agar bir tekshirar ekanmiz, hozirgi haj munosabati bilan turganligimiz uchun ba'zi biz ergashlik ma'nosini hajning ba'zi amallaridan keltiryapman. Bu narsa bilan hajga borgan kishi yana bir bor o'zining hayotida bir marta dinning ma'nosi ergashish ekanligini amalda ko'rib keladi. Shun bilan o'zida dinni gavdalaydi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taomni shunday yeganlardi. O'zining shu taom yeyishligini ko'p yo'l bor biz. Inshaalloh Alloh va'dasida sodiq sizga g'alabani beradi dedilar. Badrda birodarlar tog'ning ustida emas, Uhudda bo'lgan tog'ning ustida. Badrda qo'sa bir baland yaqin tarafi bo'lgan. Badrga borgan kishilar biladi. Mana hajga borgan, endi umraga borgan kishilar bemalol bo'lsa, Badrni ko'rgan kishilar bo'lsa bilishadilar. Lekin bu tog' ustida degan savol Uhudda tog' bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyurgan ishni qilgan amalni deyilibdi. Ya'ni qilgan amal Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buyurgan ish bo'lsa, shuni otasi qaytarsa, sen qilmaysan desa, Payg'ambarimiz buyurgan ish bo'lsa, otasining gapiga kirmaydi, Payg'ambarimizning gaplarini qilaveradi. Yo'q. Bu yangi uyga ko'chganda Ali radhiyallohu anhu ga shanba kuni ko'ching deb aytganmilar degan savolni so'radilar. Yo'q. U kishi Ali radhiyallohu anhu yangi uy solib ko'chganliklari ham o'zi ma'lum emas. Unaqa haligi doim uylarni buzib yangi joylarga chiqaradigan vaqtlarda podsholar ham bo'lgan emas. Unaqa bu yangi uy solishlikka ularning vaqtlari ham bo'lgan emas. Bizda hozir shanba kuni deyishligi bu narsa nima emas. Bu shanba degan narsa ko'proq yahudlarniki, bu ham yahudlarning to'qima gaplaridan bo'lishi mumkin. Shanbani ulug'lashlik uchun. Bu yerda harom narsadan davo qilish mumkinmi deb so'rashdilar. Harom narsadan sizlarga harom narsada davo qilmadi Alloh taolo deb shunday deyapti. Hadis shariflar. Shuning uchun harom narsadan davo qilishlik mumkin emas, magar shu haloldan bo'lgan davo qilmaganda harom narsadan davo mumkin bo'ladi. Lekin birodarlar, shundan kelib chiqmaydiki, bu muzdarlik vaqtida Alloh kechiradi. Muzdarlik mana to'ng'iz go'shi o'lim deydi. Go'shi, qon, mana shu narsalarning haqida aytilgan. Bu yerda aytilgan, ya'ni bavl, odamning bavlidan davo degan odamlarning gapi mutlaqo xato. Bu bavl azobi qabrga sabab bo'ladi. Bundan saqlanmaslik birodarlar. Davo qilish ham azobi qabrga sabab bo'ladi. Hech qachon buni biz pokiza demaymiz birodarlar. Bu har bir narsani davo deb yo'rish kerak emas birodarlar. Endi bu yerda hozirgi vaqtda hayvonlar ham odamlarni ko'rsa qochib ketadigan bo'lib qoldi. Titratgan davo, baqa davo, ilon davo, u davo, bu davo, hamma narsalar